Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli obunachilar, hamyurtlar, sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Mana bugun ham bir 6 ta xudo xolasa, 1 tonna 200. Qulpinaga qo'ygani. Bugun 19-fevral 2026-yil. Bizni Assalomu ko'rsataymi? alaykum hurmatli obunachilar. Mana Xo'ja akamizdan 1 tonna 200 olib ketyapmiz. Xudo xolasa ertandan kelib yana 1 tonna 200 olib ketamiz. Qulpinaga oqizgani, qo'y solgani. Adresimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shaharida. O'g'onboq avtostansiyasining yonida. Bo'ldi. Qisqaroq qilamiz bo'pti, o'g'inlar. Xo'p, salomat. Bonus beramiz bugunga ham, xudo xolasa. Rahmat. Dogovor. Rahmat. Yaxshi inson bo'lsa bo'ldi bizga. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Assalomu o'g'inlar. Sabrim chidamadi, keyingi videolarni saqlab turdim. Mana bizni kuzatib turganlar biladiki, mana shu yerda yong'og'imiz bo'ladi, yong'oq o'rniga bodom ekkanmiz. Bodomni ham yosh kattasini ekkanmiz. Mana mevalarni qarang hozircha gullargan yo'q. Gullashni poylaganda sabrim chidamadi rostini aytsam. Meva sezilyaptimi meva? Mana. Undan qizig'ini ko'rsataman. Mana. Men bir videomda ko'rsatganman, mana shu 20 ta ekkanman. Mana 60-70 sant o'sgan, noda. Mana buni qaranglar, 1,5 metr. Mana. Bu ham yosh katta. Mana shu yerda begimiz bor edi, mana shu yerda. Mana shu uzundo'nida begimiz bor edi. Mana shu taxtasi turibdi mana. Olib tashladim taxtasini. Shega tirab qo'yganim, bu yosh bolalar uchun qilib qo'ygan edim. Mana 3 bolalar kuchli o'sgan, shu qo'shimcha ichganda mana shu. Mana. Begimiz sharbatdan qo'shimcha ichib turgan. Hammasiga ham berganman. Mana. Mana sizlarga ko'rsataman, mana ularni qaranglar endi. Mana 30 santimetrga boradim, bormaydim noda. Bunday mevani qarang. Bu yoshdagi yosh katta bodamni ko'kartirishda o'zi muammo bo'ladi. Bunaqa meva qildirish vobshe muammo bo'ladi menimcha. Menimcha shunaqa o'g'inlar. Mana hammasi meva. Qanaqa ushlab qolarkan bu mevani bilmayman. Sizlarga endi qizig'ini ko'rsataman, menda bittasi bor. Mana 20 ta ekkanman, bittasi bateriya bo'ldi. 19 katta bo'ldi, bittasi boshqacha katta bo'ldi. Mana buni qarang mana. O'zi surgan nodani qarang, 10 santimetrga bormaydi, ha mana. Mana kesilgan noda 10 santimetrga bormaydi, bundan mevani qaranglar endi. Sezilyaptimi meva? Mana shu meva bo'ladi mana. Mana qo'limni ko'rsataman mana. Qayda qolib ketyapti o'zi qo'l. Mana. Mana qo'limni ko'rsataman. Mana barmoqdek keladi mana. Nodani o'zi 6-7 santimetr. Noda suralmagan meva turibdi bunda qarang. Quvvat degani bu. O'sha begimiz quvvati, sharbatini quvvati, begimiz o'zining quvvati. Mana ulardan surilgan. Endi bularda zo'r narsa mevasi yo'q. Noda suralmagan bu ham. Ma'lumot o'rnida ko'rsatamiz, xudo xolasa, ma'lumot o'rnida. Ishonmaganlar uchun. Mana buni ham yosh katta, mana ko'rsatsak, hammasi bitta yosh katta olib kelganman, nimagaki bu sortdan boshqa topolmaganmizda. Yaxshi sort ham yaxshi ekan, Kenegaz degan sort edi. Bo'pti, ishonmaganlar uchun ko'rsatyapman. Gullashni ham sabr qila olmadim. Salomat bo'linglar, Abdulla Hoji begimiz kanali bu. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammaga manfaatli bo'lsin.